Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qo'lladi. Chumuli bilan kaptar. Kunlarning birida bir chumula o'stan bo'yiga suv ichgil kepti. Suv bor yerga oxir yetib keldim. Chumula endi suv ichay deyishiga tuyuqsiz shamol chiqib, uni suvga tushirib etibdi. Qutquzinglar! 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 Men suvga tushib ketdim. Bana yordam qilinglar-chi! Daraxt ustida orom elayotgan kaptar bu ahvolni ko'rib qopti. Voy, chumuli suvga tushib ketibdi-ku. Men senga yordam qilay tatbiqam. Kaptar bir tal yopirmoqni tishlab kelib, chumuliga tashlab beribdi. Bu yopirmoqni ol, ustiga chiqib olgin. Kaptar aka, rahmat senga. Men cho'qim qila olmayman. Chumula kaptarga rahmat aytibdi. Hamda u tashlab bergan yopirmoqqa yomishib chiqib olibdi. Aradan necha kun o'tgandan keyin bir ovchi kaptarni tutib olibdi. Seni ajab asali tutib oldim. Endi men seni uyimga olib ketaman. Sen meni to'g'rimda endi quzinglar. Chumula yiroq yerdan kaptarning qutquzinglar degan ovozini anglab, shunda qarasa, ovchi kaptarni tutib olgudek. Men amal qilib kaptarga yordam qilay. Bo'ldi qil. Endi hech kim sana yordam qila olmaydi. Chumula ovchining bo'ynini kuchab tishlab qechibdi. Aka, tez qoching. Men uning bo'ynini tishlab oldim. Voyjon! Voy mening bo'ynim. Meni bir narsa tishlab oldi. Og'rib ketdi. Ovchi og'riqqa chiday olmay, qo'lidagi to'rni qo'yib atgachga, kaptar to'rdan qechib chiqibdi. Men seni keyin cho'qib tutib olaman. Ovchi varqirg'inicha turib qopdi. Hikmat. Yaxshilik hargiz yerda qolmaydi. Boshqalarga yordam qilganingiz dal o'zingizga yordam qilganingizdir. Karton darsi. Son o'rganish qismi. Bu nima? Chumula. Bir tal chumula. Bir tal chumula. İki kaptar. Bir, iki kaptar. İki. Üç chumula. Bir, iki, üç. Üç tal chumula. Üç. Vaa, kaptarning og'zida bakchiq yupurmoq bor ekan-ku. Sanab boqaylik-chi. Bir, ikki, üç, to'rt. To'rt tal yupurmoq. To'rt. Bir, ikki, üç, to'rt. Vaa, bu tavuzlar kimningdir? Bu tavuzlar mening. Beklatib tavuzlar bu. Qani sanab boqmamsizlar. Bir, ikki, üç, to'rt, besh. Besh tal tavuz. Bir, ikki, üç, to'rt, besh. Besh.